sigaret chekadiganlarni aldab bo'lmaydi. Bir kunda tanishim ozgina ekonom qilmoqchi bo'lgan va taksi to'xtatib, falon joyga. Nech pul? 10 ming. Aka to'g'risi 10 ming pulim yo'q, bor yo'q 5 ming bor. Olib borib qo'ying. Mayli. Yo'lda yarmiga kelgandan eslagan, uni cho'ntagidagi pul 5 mingtalik emas, 10 mingtalik. Magazinga to'xtang deya olmaydi. Chunki u oxirgi pulida ketdim. Nima qilsamikin o'ylangan, o'zini chini yegan, ey xudo, nega yolg'on gapirdim men bu yoqda? Avariya bo'lib ketsak qutulaydimmi men shu yerda? Mayli kamaski men tarafda ursin mayli. Xullas, manzilga yetib borgan, pul to'lash vaqtida aka, to'g'risini aytaman, men pulim 10 ming talik edi. Shu 5 mingiga men sigaret olmoqchi edim aka. Tushunasiz-ku endi erkakchilikda deysiz. Uka, shunday demaysanmi? Mana beraman sigaret senga deb. Ol chak. U o'rtog'im chakmaydi.